Hammaga salom. Bu Zamin Ultra 2025 ni manimcha boshlang'ich videosi. Hozir startli paket olishga ketyapman. Kattaligini topa olmayapman faqat. Yo, hammaga salom. It's a really of everything. Chakam qaling. Hey yo, hammaga salom. Zomindagi vlog menimcha endi boshlanyapti. Hop, yetib keldim. Voy, men bu yerda aslida menga javob qo'ygan ekan. Hey yo. Hozir endi qiladigan ishimiz birinchi qorin to'yg'ish kerak, ovqat yeyish kerak. Chunki qornim ochib ketdi juda ham. Son olib keldim. Keyin palatga yerish kerak. Nimadir orqada nimadirlar bo'lib yotibdi. Shunaqa. Biz keldik. Let's go. Taassurotlar qanday? Taassurotlar yaxshi. Xullas, somsamiz bor. Och. Ovqat yeyish kerak. Ovqat yegandan keyin nimadir bo'ladi, to'g'rimi? Ikkita somsa. Ha? Yetadimi? Qachonga? Hozirga yetadi. Hurmatli bolajonlar. Bu palatkani terishni men bilmayman. Lekin terib ko'ryapman. Buni qanaqa o'chmi? Wow. Buni kallasi tepada turadimi? Buni qanaqa qilish kerak? Давай, debak qiling, dokumentatsiya o'qing. Bunu sana kadar kalıyor. Ha? Bana? Şimdi anlamak lazım. Sonra ne diyeyim? O sen? Bad to go. Maylimi vlog olishimga?
Yo'zbek aka, nimalar qilyapsiz? Tushankani ochyapman. Tirikchilik qiyinmi? O zo'r bo'lyapti. Fikrlaringiz qanday? Nima haqida? Elzodxon kanali haqida. Elzodxon Instagramingizda. Unda fikri kengroq aytadi. Qarang, Xo'sh, mani bu yoqda men hayotiy vloglar chiqaraman-da. 2023-2024 da Zamin Ultraning videolari bor. Bu 2025 ga ham chiqadi. Men bular video qidirib yurdim. 24-yilda videosida men bormanmi? Yo'q. Yo'q bo'lsin deb fikrim ham yo'q. Shoyisov, kanalimga obuna bo'lasizmi? Bo'ldi, kanalimga obuna bo'ling. Yusufxon kanalimga obuna bo'lasizmi? Aslidan kanalimga obuna bo'lsam? O'tgan yilgi film tuzilishdan yangi film Yoki mana multda lifehack bu yoqdan kirayotganlarda pul so'raydi har doim. Biz tog'da aylanib o'tib naryoqdan kiryapmiz. 125 ming. Qanaqa? Bitta o'zimiz cho'nchagimiz qoldi. 50 mingdan 150 ming. 50 mingdan ekan. Короче, naryoqdan pul to'lab chiqadi. Bu yoqqa kelib qaytib ketish kerak. Biz bu yoqdan bu yoqqa qaytib ketamiz. 50 ming ekan chiqish. O'zi deshov anaqada. Eng qizig'i, To'g'risi. eng qizig'i Qirilib ketgan. Qiziq joyni aytdim. Mo'z yopilgandan keyin chiqamiz. Короче, biz chiqamiz yopilgan. Короче, biz ketyapmiz. Mo'z yopiq ekan. Qaytib kelinglar. Yo'q, o'rtasida. Shoyisov menga kofe damlab beryapti. Shunaqa qilib damlaydi. Filtrdan o'tgan. Yo'q. Jalladati kartani urishyapti. Aka jim o'tirib turing, video olyapmiz. Kim bilan? Siz ham estetik Yiqilib tushmasin bu. Yangi o'chiramiz. Choy hali hech kim ichmadi. Buni ko'p qo'yadi. Gaz o'chirib qo'ying. O'zaqda kurat. Va ochi. Qanaqa? Endi ana yerda neyroset odamlarni o'zgartiraveryapti-da. Neyroset odamlarni o'zgartiraveryapti. Bo'ldi? Xullas, men bu yoqda nimadir bo'lyapti. Qaranglar-da, sizlarga savol. Yozor. Biroq mana gaz o'chirishlasizmi? Akalar, qaranglar. Xullas, hozir sun'iy intellekt bilan yaratilgan kontentlar ko'payib ketdi. Va odamlar o'zi bilyapti-da, ko'pchilik skip qilib yuboryapti yoki nimadir bo'lyapti. Yo'q, odamlar hayotiy video ko'rgisi keladi-da. Men bunaqa gaplashilgan. Men bunaqa kulingan. Farqini bilmay qolganingizdan keyin u farqi yo'q-da. Hozir bilasiz. Ha? Farqini kim ega? Lekin o'sha 1-2 yildan keyin absolyutno farqini bilmaysiz u narsani. Bilmaymiz. O'shanda boshlanadi dedi internet. Bilmayman nima bo'ladini. Keyin o'tdachi lekin O'shanda mana bunaqa qilib o'tiradi odamlar faqat. lekin Abram anaqa bo'ladi. Bu yerda narsani ssenaristlar запусковка qildi-yu. Искусственный интеллект ishlatayotgani uchun anaqa qiladi. Rejissyor, ssenarist anaqa qiladi. Bizaniki neyroset joyimiz o'q qo'yadi deb. Odamlar ham yoqmaydi-da ularga ham искусственный narsani ko'rish. Instagramdan, Qo'shib qoldinglar, sotsiyetlardan qiladiki, o'sha videoda informatsiya bo'lsin, bu ya'ni so'zdan с помощью ии. Прям реально ko'rsatib turish kerak. U kerak. Shunda mana shunaqa farq bo'ladi-da. Odamni qilgan anaqasi neyroset qilgan. Lekin men misol uchun Pinterestda o'tiraman, neyroset qilgan eksterior interyerlarni ko'rib o'tiraman, gap. Lekin Pinterestdan adashmasam, labellab chiqyapti shekilli. AI bilan generate qilingan. Chunki skandal bo'ldi-da. Skandal bo'ldi. Yana stoklar bordi, Shutterstock, Adobe Stock bo'lgan shunaqa AI qilingan bo'ldi. Yeyish mashinasi g'alati. Так что Пока Terminator qurilyapti. Okay. Так что, Firuzbek aka, sizda nima gap? Siz nima deb o'ylaysiz? Savolni qaytaring. Nima bo'yicha? Mana shu rivojlanib borayotgani, qayoqqa bu olib keladi odamzodni? Buni bilish uchun oddiy yechimini topish uchun tarixga nazar solish kerak bo'ldi. Tarixga nazar solsa hamma chiqadi javoblar. Oldinlari zavodda bitta narsani press qilish Aka, aniqroq javob ayting, iltimos.
100 yil oldin odamlar press mashinalarda narsalarni chiqarish uchun, metal narsalarni chiqarish uchun 20 kishi 30 kishi ishlagan. Keyinchalik avtomatlashgan mashinalar chiqqandan keyin o'sha 10 kishi 20 kishilik narsada odamlar aka men tushunmayapman bunaqa savol bor. To'g'ri topdilar. Hozir. Вообще Qarang, bunaqa savol Просто bo'ldi. tushunmayapsiz. Bular endi magistrlarda. Dars beradi, Savol o'qituvchi. hozirda internetda Professor. bilan create qilingan kontentlar ko'p. Odamlar uni sezib o'tkazaveryapti. Misol uchun 2-3 yildan keyin уже farqiga bormaysiz-ku. O'shandan keyin nima bo'ladi degan savol edi. O'sha bitta mem chiqdi ko'rdinglarmi? Yo'q. Nam pizdet. O'sha mem keladi. Bu aticha o'sha mem keladi. Voy ko'rdingiz, endi boshqa javobda savol tushungandan keyin. Hammaga xayrli tong yana bir bor. Amerikani olish uchun Ronida manimcha 1 soat kutdim. Sovuq. Life is good. Hammaga salom. Xayrli tong. Доброе утро. Настроение четкое. It's only 6 a.m. No, it's not 6 a.m. yet. It's 5:54. It's tough. Judayam sovuq. Ama kechasi uxladimmi yo'qmi tushunmadim. Manimcha hammada shunaqa. It is too cold. 10 minutdan keyin o'zi 10 kilometrliklar boshlanadi. 21 kilometr, 50 kilometr boshlandi. Let's go. Finishgacha nechadir metr qoldi. Charchadim. Finally, we are done. 10 kilometer. Hammaga xayrli nimadir deb boshlashim kerak edi. Xo'p. Marafon tugadi. Ya'ni 10 kilometrlik bo'lgan masofa tugadi. 1 soat 58 minut. Mana shunaqa atrofida keldim. Odam xursandman. Chunki qilaman degan ishni qildingiz. Ya'ni men qilaman degan ishni qildim. Bu odamga boshqacha dopamin beradi. Sog'lig'im o'sib ketganiga e'tibor bermaysizlar. Shunaqa. Biz marafonimiz tugadi. Orada masha o'chib qolgandik. Boshqa ishni olishga ham toqat qilmadim. Va menimcha shu yerda vlogni tugatsak bo'ladi. Keyingi ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.